Assalomu alaykum. Xullas, videomiz kuzatuvchilari, bizlar shogirdlarimiz. Bugungi videoda biz kanalni isitish haqida o'rganamiz. To'g'ri, kanalni isitish qanaqadir g'aroyib va o'zgacha narsaga o'xshab eshitiladi, ammo lekin bu juda ham kerakli narsa. Sizlar srazuga Gmail ochib, yangi akkaunt ochib, video yuklab ketsanglar, sizlarni YouTube bot deb o'ylaydi va sizlarni videolaringni rekomendatsiyaga chiqarishi qiyin bo'ladi, deyarli chiqarmasligi ham mumkin. Shuning uchun biz shu layfhaklardan foydalanamiz va kanalni isitishni bugun ko'rib chiqamiz. Bo'lmasa biz YouTube kanaliga kirib olamiz. Bironta bizda bitta shogirdimiz bor edi. Kiramiz shu kanalga YouTube deb qidiramiz. Qidirganimizdan keyin shu Arena saytiga kirib olamiz do'stlar. Ko'rishingiz mumkin, biz McQueen yo'nalishida kanal ochilgan va yuritilmagan eski kanal sotib olib yuritishni boshlaganimizni ko'rsatib o'tishim mumkin do'stlar mana. Bu kanal isitilmagan, videolar ko'rilgan. Ko'rishingiz mumkin, sanasi 2025-yil 10-oktyabr kuni ochilgan. Xo'p, Shahnoza Nurmoyeva degan bitta opaniki. Va hozir glavniy istoriyasiga o'tsak, bu kanal uje umuman isitilmagan bitta video bilan nima deydi, traktorda videosini ko'rgan yosh bolalar uchun. Bu kanalda isitish deyilmaydi. Kanalda isitish degani juda ham ko'p videolar ko'rishingiz kerak degani. Bu jarayon 3 kundan 1 haftagacha vaqt oladi. Kanalni qanday isitamiz desalar, hozir biz o'tamiz va videolarga kiramiz. Masalan, bitta videoni tanlaymiz. Qanchalik uzoq vaqtli bo'lsa, shunchalik yaxshi. Masalan, multipliklar qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Animatsiyalar qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bitta videoni tanlaymiz hozir. Qaysini tanlasak ekan? Xo'p, masalan, yaxshi video chiqmayapti hozir ko'rgani. Xo'p, mana do'stlar, ko'rsanglar multik chiqib qoldi. Qo'yasizlar va shunday qilib qo'yib o'zingizlarning ishinglarni qilib olsa 1 soat o'tadi va nima deydi? Sizlar kanalingizlar yaxshiroq ishlaydi. Qanchalik ko'proq video ko'rsanglar, daqiqasi uzun video ko'rsanglar, shunchalik kanalingizlar tezroq ishlaydi. O'rtacha 3 kundan 5 kungacha qilsanglar bo'ladi. Va shorts orqali isitish bo'ladi. Keyingi yo'lim juda ham ko'p shortslarni ko'rasizlar. Videoga like bosasizlar, kommentariya yozasizlar. Men yana bitta shogirdim eng katta xato qilgan do'stlar. Bitta videoni to'xtatgan, shart like bosgan, o'tkazgan, like to'xtatib, like bosib, yana o'tkazib, shunaqa qilgan. Xullas, bu katta xato do'stlar. Nimaga desalar, bunda ham siz o'zingizni botligingizni ko'rsatib qo'yasiz, avtomatlashtirib. Qanday qilish kerak? Har bitta 10 ta shortsdan bittasiga kommentariya yozasizlar, like bosasizlar har bir videoga. Va oxirigacha ko'rib, o'tkazib qo'yishinglar kerak. Prosta tak bunaqa o'tkazmaysizlar. Ko'rasizlar, o'tkazmasdan qoldirmasdan ko'rsanglar, kanalingizlar isiydi. 30 tacha shorts ko'rsanglar bo'ladi do'stlar. O'zi kommentariya yozasiz ekan, bu o'zbek ekan. Kommentariya yozmay qo'yamiz, masalan, shu ruscha yozamiz. Qani? Xo'p, yozdik, yana ko'rishingiz mumkin. Keyin yanada yaxshiroq isitish uchun birovlarning kommentariyasiga like bosasizlar va 3-4 ta kommentariyaga like bosib qo'ysanglar yetadi. Shunda o'zingizlar yaxshi bo'ladi, kanalingizga ham obunachilik kelishi mumkin. Bo'ldi do'stlar. Bugungi kanal isitish haqidagi videoim shunday iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.